11-bob. Fidoilik, himmat va saxovat haqida qissalar. Salafi solihin erishgan ulug' himmat va cheksiz saxovatning darajalari haqida ko'pgina naql va rivoyatlar keltirilgan. Hikoya qilishlaricha, G'ulom Halil degan kishining bo'xtoni tufayli xalifa sufiylarning boshlarini olishga amr berdi. Faqat Junayd Bag'dodiyga faqih bo'lganlari uchun tegmadilar. U zot Abu Savr roziyallohu anhu mazhabiga binoan hukm va qarorlar chiqarardilar. Abu Savr faqih o'z mazhabida imomlar Abu Hanifa va Shofiy rahimahumullohlarning fiqhlarini birlashtirgan. Ammo Shahhom, Raqqom, Nuriy va yana bir guruh sufiylar hibsga olindilar. Boshlarini chopib tashlash uchun odatga binoan ularning oldilariga charm gilam yozildi. O'zlarining ixtiyorlaricha Nuriy hammadan ilgariga chiqdilar. Jallod so'radi: "Nimaga shoshayotganingni bilasanmi?" Tasdiq javobini olgach, jallod yana so'radi: "Seni shoshishga nima majbur etdi?" Nuriy javob berdilar: "Birodarlarim loaqal ozgina bo'lsa-da mendan ko'proq yashasinlar deyman." Jallod hayratga tushdi va kelib xalifaga u zotning so'zini yetkazdi. Xalifa ularning ishlarini atroflicha o'rganib chiqish uchun mahbuslarni qoziga yo'lladi. Qozi Abu Husayn Nuriyni fiqh bo'yicha so'roqqa tutdi. U zot ishonchli javoblar berganlardan so'ng so'zlarni davom ettirib ilova qildilar: "Allohning shunday qullari borki, o'zlarining hayotliklarini usiz tasavvur etolmaydilar va yana so'zlasalar, faqat undan so'zlaydilar." U zot qozini yig'lashga majbur qiluvchi shu kabi yana bir necha ta'sirchan so'zlarni aytdilar. Natijada qozi xalifaning huzurida o'z ra'yini quyidagicha izhor etdi: "Agar shular kabi chin ixlos egalari ham adashgan zindiq bo'lsalar, u holda yer yuzida biror bir haqiqiy siddiq yo'q ekan." Ikkinchi, deydilarki, Ali ibn Fuzayl o'zlarining mahallalariga kelgan tijoratchilardan bir talay narsalarni sotib olganlarida buni ko'rgan qo'shnilar: "Agar bozorga borsangiz edi, arzonroq olgan bo'lardingiz" deyishibdi. Shunda u zot: "Bu tojirlar bizning mahallamizga biror bir foyda ko'rish umidida to'xtashgan edilar, quruq qaytishmasinlar dedim-da" deb javob bergan ekanlar. Uchinchi, Abul Hasan Bushanji tahoratxonada turgan hollarda ustidagilarni yechib bir shogirdlariga: "Mana buni falonchiga eltib ber" debdilar. Tahoratxonadan chiqqanlardan so'ng biroz kutib, "Bu ishni u yerdan chiqqach qilsangiz bo'lmasmidi?" deya so'rashganida debdilar: "Nafsimga ishonmayman, darhol aynib qolib, qarorini o'zgartirishi hech gap emas" deya javob bergan ekanlar. To'rtinchi, Qays ibn Sa'd ibn Ubodadan so'radilar: "O'zingizdan saxiyroq kishini ko'rganmisiz?" U zot javob berdilar: "Ha, bir gal sahroda qandaydir ayolnikida to'xtadik. Birozdan so'ng eri kelgan edi, u uylariga mehmon kelganini aytdi. Eri darhol bir bo'taloqni keltirib so'ydi va biz uchun ataganini aytdi. Keyingi kuniga esa yana bitta bo'taloq so'yib, uni ham biz uchun qilganini va u bilan xohlaganimizday ish tutishimiz mumkinligini bildirdi. Bizlar unga haligi kecha so'ygan bo'talog'idan endi ozgina tanovul qilganimizni aytganimizda u: "Men mehmonlarimni kechagidan qolgan taom bilan siylamayman" dedi. Biz unikida yomg'ir yog'ayotgani sabab 2 yoki 3 kun qolib ketdik. U esa har kuni o'sha qilgan ishini takrorladi. Ketish oldidan uyiga 100 dinor qoldirib, ayolga: "Eringga bizning uzrimizni yetkazib qo'ygin" deb jo'nab qoldik. Kun rosa qiyomiga yetgan mahal ortimizdan kimningdir shoshib, baqirib kelayotganini eshitib qoldik. Qarasak, bu o'sha uyning egasi ekan. "To'xtang, ey ziqnasvoriylar! Mehmondorchiligimga sizlar narx belgiladingizmi? Darhol pullaringizni qaytarib olinglar" deya pullarimizni qaytarib berdi. 5.
Kunlarning birida Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhum o'zlariga tegishli mulklarga borayotgan mahallalarda kimningdir xurmozori yonida to'xtadilar. Xurmozorda qora tanli qul ishlardi. Unga taom keltirishganida devor osha bir it sakrab tushib qulga yaqinlashdi. Qul unga non tashladi va u nonni yedi. Ikkinchi, uchinchi nonni tashlagan edi, ularni ham bir pasda yeb qo'ydi. Buni kuzatib turgan Abdulloh o'sha quldan so'radilar: "Bir kunlik yeguliging qancha?" "Ko'rganingizdek, 3 non", deya javob berdi u. Abdulloh yana so'radilar: "Nega bu itni o'zingdan ortiq ko'rding?" "Bu o'lkalarda it saqlamaydilar. O'yladimki, bu it uzoqlardan kelgani sabab juda och bo'lsa kerak. Uni shu holda tashlab qo'yishni o'zimga munosib ko'rmadim", deb javob berdi qul. Abdulloh: "Bugun nima qilasan?" degandilar. U: "Och yuraman", dedi. Abdulloh o'zlaricha o'yladilar: "Odamlar meni saxiylikni me'yordan oshirish ma'nosida ayblaydilar. Holbuki bu odam mendan-da saxovatliroq ekan-ku." Shundan so'ng Abdulloh o'sha bog'ning ichidagi barcha narsalari bilan qo'shib sotib olib, qulni ozod qildilar va bog'ni unga hadya etdilar. 6. Mutarrif ibn Shihhir aytdilar: "Kimki mendan yordam so'rab murojaat etmoqchi bo'lsa, tilagini qog'ozga yozib jo'natsin. Men so'raguvchi kimsaning yuzidagi xo'rlik alomatini ko'rishni xohlamayman." 7. Rivoyat qilishlaricha, qandaydir kishi Hasan ibn Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhumga iltimos bilan murojaat etdi. Hasan ibn Ali unga 50 ming dirham va yana 500 dinor berib, uni olib ketishi uchun yuk tashuvchi hammol olib kelishni tayinladilar. U hammol olib kelganida Hasan roziyallohu anhu unga o'zlarining qimmat sarpolarini ham berib, ilova qildilarki: "Bu men tomonimdan hammolga beriladigan haqdir." 8. Imom Shofiy roziyallohu anhu o'lim to'shagida yotganlarda vasiyat qildilar: "Falonchiga yetkazingki, jasadimni u yuvsin." Lekin bu zot olamdan o'tgan vaqtlarida o'sha tayinlangan kishi safarda edi. Safardan qaytgach, Hazrati imomning so'zlarini unga yetkazdilar. Shunda u kishi Hazratning yon daftarchalarini keltirishlarini iltimos qildi. Unda 70 ming dirham miqdorida Hazrat imomning qarzlari yozilgandi. Bu odam mazkur qarzlarni ado etib aytdi: "Mening yuvganim shudir." 9. Bayram kuni Sari Saqati uydan chiqqanlarida bir katta lavozimli kishini uchratib qoldilar. Sari u bilan xushlamaygina so'rashdilar. Unga dedilarki: "Bu juda katta odam." U zot javob berdilar: "Men uni tanidim, lekin Hazrat payg'ambarimizdan rivoyat qilinishicha, 2 musulmon uchrashib qolganida ular orasida 100 savob taqsimlanadi. 90 tasi xushmuomala ochiq yuzlisiga beriladi. Shuning uchun men savobning katta qismi unga tegishini xohladim." 10. Solihlardan biri hikoya qiladi. O'ta sovuq kunlarning birida Bishr ibn Horisnikiga kirib, uni yupun kiyingani sabab sovuqdan titrayotgan holda ko'rdim. Men u kishiga aytdim: "Yo Abu Nasr, odatda bunday kunlarda issiqroq kiyinishadi. Siz bo'lsa aksincha yupun holdasiz, yechinib olibsiz." U kishi javob berdilarki: "Men ayni damda muhtojlar qanday og'ir ahvolda yashayotganlarini esladim. Ularga yordam ko'rsatishimning iloji yo'q. Hech bo'lmaganda ularga hamdard bo'laman-ku degan maqsadda shunday kiyinib sovuqda turibman."